Akalar, assalomu alaykum tushuningizlar. Bugun o'zimizda Asaka aloqanotdamiz. Qizlar haykallar bor, sotiladi. Monosi $100. Nara bu? Nar. Narxlari bilan aytamiz. Ishlaganmi, ishlamaganmi bu aka? Ishlaganlar ekan bu. $100. Qani, mana bumi? Bolasi shuni. Buni jup qani o'zi? Qo'sh. Ha. Bu bolasiga. Hozir bunalar ham ketadi, sotiladi hammasi o'sha. Mana supay anaqa chiqsin. Tak. Unda. O bolasini ham sotaverasiz. Bolasini ham sotaverasiz. Juvona. Moda chiqyapti. Bu qancha deysiz buni? 600 ming so'm bunisi. Ha, bu ham moda chiqyapti. Bu necha pul? 700 ming. Bu 700 ming so'm. Ozmoz kelishtirib berasiz, shuni. Ozgina kelishadigan joy. Unaqa katta kelishmaydi, ozroq tushib beradi. Xayriga o'tib beradi. Ha, buni qo'shdiq. Narchi hamiki modam? Bu necha pul? 1 million. Buni 1 million. Ozmoz kelishadigan joy, kelib ko'raverasizlar. Xo'sh, buni qo'shdiqsa yonidagi. U narxi O'rtadagi, mana. Bu narx chiqyapti. Bu necha pul? Screenshot qilib tashlaverasiz. Keyin bu narsa uchun ham sotiladi. Mana. Oqlarni sotaramizmi? oqlanar shu oldida chubatisiga qo'shdi. Qas qo'shdi, hozir tushgandimi? Ha, bu nari? Ha, u narxi. Bir tovoq emasmi bu bilan? Yo'q. Bunisi bir tovoq edi. Bunisini olib qo'yapman. Ha, bu bilan buni sotaveradi, qo'shdiq. Uchmagan, lekin toza narsalar. Ular sifatni ko'ryapsizlar. Gabaritlari ham yaxshi. Ko'zi ham ko'kmi deyman buni? Ko'zlari ham tiniq ekan. Istaganlar bo'lsa, necha pul dedingiz bu bilan uni? Boshqa. Boshqa. Ha, juplasanglar bo'laveradi. Stoykalari ham zo'r ekan. Ha? $100 ozgina kam bor. Qo'sh tomonda o'ta go'zal ekan, ayol qaranglar, jonivor. Qoch qizlarga to'sib qolyapti. Xullas. Narsa chubisi ham bor ekan. Jonivor zo'r ekan. Hozir qaysi edi? Bizga sotuvga tashlaganingiz? Monomida, bumida? Qo'yayotgan. Ha, bunisi qoladi lekin. Ha, u bir tovoq uni bilan. Asha ikkovi bilan. Ha, chubati bilan bu bir tovoq. Asha ikkovi oqiladi. O'ta go'zallar ekan.